O'rtoqlar, hammaga salom. Biz hozir kartoshka palov ovqatini pishiramiz. Ya'ni qozonimizda kartoshka palov qilamiz. Qani keting, to'g'ri olamiz. Toshimizga birinchi qiladigan ishimiz biz guruchimizni yuvib olgan bo'lishimiz kerak. Keyin qolgan kartoshka piyozlarimizni archib bo'lishimiz kerak bo'ladi. Ko'rsatib o'taman. Tak. Biz mana qilib bo'ldik. Endi qozonimizni yoqdik degina. Yog'imizni sovolamiz. Choy yetadi. Bir piyola choy qo'shdim. Yog'imizni soldik, ozgina qizishini kutamiz. Va qo'limizga, ya'ni qo'limizga taxtali kepkira olamiz. Uyga qarindoshlarimiz kelib qoldi. Yana yoqamiz, piyozni solamiz. Ikkita qo'lim kerak ekan. Mana kvadratik qilib to'g'risizlar. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, to'g'rashimga. Biz mana bu kepkirimizni oldik. Hozir yaqinda yuvib qo'ydim, qo'l ekan. Quritib beramiz. Qo'l bo'lsa bilasizlar nima bo'lishini. Qatimizni boshlab oldik. Shu turishiga endi